Marshal Do'stumning Janubiy Turkiston taqdiri haqidagi muhim so'zlari. Marshal Do'stum Turkiyaning Anqara shahrida bir nechta faollar bilan o'tkazgan uchrashuvda Afg'onistonda turklarga nisbatan fashistik fikrlar borligi va ushbu g'oyalar asosida tuzilgan yomon rejalar haqida tarixiy so'zlarni tilga olgan. Hammasi bizda o'z hukumatimiz bilan bilab xorijlar Pokistondan beri shu yig'ilib bizni ularsimizda ko'p savaşlar bo'ldi. Yana hamisha bizani o'ziga katta tavsiyalar bo'lgan. Anqarada o'tkazilgan Afg'oniston turklari ilmiy yig'ini ishtirokchilari orasida nutq so'zlagan Marshal Do'stum Afg'oniston sobiq jumhur boshlig'i Muhammad Ashraf G'ani turklar va Janubiy Turkistonga nisbatan yomon fikrda bo'lgani sababli Tolibon bilan ittifoq tuzganini ham ochiqladi. Rais jamhuri Ashraf G'ani bular shu haqqoni toliblar bilan o'ltirib boshqa yerga soldirib o'ltirmaydi. Shu faqat hamma joyga qo'ying. Bizda mamlakatimiz Jo'jon deydi, Sho'rg'on shahri. Tamom o'rgan. O'shada sizlar shikast bersanglar, do'stimda o'g'li bor, Yorg'omat o'g'li bor, askar nizomi. Shuni o'zayda bitta Afg'onistonda gapir. Orada bular nima petrol xohlaydi, buni xohlaydi deb ham Marshal Do'stum hozirgi Tolibon hokimiyati davrida ushbu fashistik g'oyalar Pokistondan olib kelingan notanish muhojirlarni Turkistonga joylashtirish kabi yomon rejalar bilan jiddiy davom etayotganini ta'kidladi va bu rejalar Qushtepa kanali kabi loyihalar orqali amalga oshirilayotganini bildirdi. Mana shu Qushtepada bir kanal o'tadi buradan, suv omidaryoda. Bu ketadi mana bu Anqoydan dedi, bu kishi bularni nimaga ketadi? Nima deydi? To'g'ri deymi? Nima uni savol? İlçe deyilsin. İlçe. Ura kelsa oyda ehtimoli bor, Omi daryoni loy olib suv shoxa qarasi. Shu nuqsiga chiqadi. O'shani silab turib tavdot deydi ki, bu nima proje bu? Burga kimni ketib olmoqchi? Burga o'sha Pokistondan shu pashtunlarni keltirib buni O'zbeklarning bu yirik siymosi, bu rejalar haqida turk davlatlari, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlarini ogohlantirmoqda va unga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari bu kabi rejalar va Afg'onistonda turklarga nisbatan bosimlar qarshisida befarq qolmoqdalar. Afg'oniston uchun bu tarixiy ko'p muhim. Bu Arab O'rta Osiyo uchun O'zbekiston, buradagi o'zbeklar, qirg'iz, qozoq, turkmanlar uchun ham ko'p muhim. Ko'p muhim. Ularni ichidagi yigitlar ham katta ta'sir taylaydi bu Afg'onistondagi yigitlarni yig'ilib qara. 7 mamlakat Türk mamlakati bor. Bir Turkiyadan boshqa mana shunday ishlayib, farhangi ishlayib bir yerda jo'da bermaydi. Turkmanistonda yo'q, O'zbekistonda yo'q, bu Qozoqda yo'q, degan Qirg'izda yo'q, mana bunda milliy gapni gapirsa turib. Bizda bunda ma'lum, bizda bunda mazlum qoldi, bizani tilimiz yetilib yotibdi, bizani farhangimiz mana bunday xatarga bu toliblarni emaski. Uchrashuv ishtirokchilari ham Janubiy Turkiston taqdiri haqida xavotir bildirib, bu masalaga jiddiy yondashishni taklif qildilar. Bu vaziyatlari va xususan mana shu oxirgi qiyinchiliklar, bu qiyinchiliklarni muammolarni hal qilish yo'llari bu Pokiston tomonidan Afg'oniston Turkiston tomoniga maxsusan qasdli bir shaklga
pashtunlarni boshqa qavmlarni keltirib joylashtirish va bunga qarshi turk dunyosi, turk olami va Turkiyani diqqatini chekish, jamiy jahon diqqatini chekish, chunki Turkiston turklarning yurti. Bu yerga g'ayri turklarni keltirib joy qilmoq bu g'ayri qonuniy, g'ayri insoniy turkchasini oldirib. Ushbu yig'inda turk yozuvchilaridan biri tomonidan o'zbeklar va turklar haqida yozilgan kitoblar ham Marshal Do'stumga tuhfa qilindi. Afg'onistonda o'zbeklar